Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana yana bir ukamizni yotog'iga chiroyli qilib dush kabina o'rnatib, uni atrofini mebel bilan chiroyli qilib bezab berdik. Mana bu ko'rib turgan tomoni shifoner bo'ladi. Shifoner sifatida foydalansa bo'ladigan qilib berdik. Mana bu o'rtasini tortma qo'yib ko'zgu qo'yib berdik. Bu yerdan bemalol trimo sifatida foydalansa bo'ladi. Bemalol trimo sifatida foydalansa bo'laveradi. Bu bo'lmasiga 90 ga 90 razmerdagi dush kabinani o'rnatib berdik. Buni boyleri ham, issiq suv, sovuq suvlari ham hamma yog'i shu yerga kelib ta'minlangan. Ventilyatsiya tizimlarini ham o'rnatib berganmiz. Buni ichida bir tomchi ham suv qolmaydi, par bo'lmaydi, hid ham chiqmaydi. Tepasida ventilyator turibdi. Barcha noxush hidlarni, suvdan chiqqan isparina, parlarni hammasini tortib ketadi tepaga. Mana shularni chiroyli qilib berdik. Bu yerda eski mehrob bo'lgan, shu mehrobni mana shunday holatga keltirib berdik. Kimgadir yana mana shunaqangi xizmat kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamga aloqaga chiqishinglar mumkin. Dush kabina o'rnatishmi, mebelmi, hammasini chiroyli qilib beramiz.